Tiqi bor. Tiqi borgani. Uzun cho'pagingni olib tiqaverim deb men sezish tiqqaningda. Tiq. Sen menga tiqishing kerak, baraka topgur. Menga tiqishing kerak, men bitimga tiq. Tiq. Mana bunday olib, mana bunday qil. Davay. Qara, men kimga senga tiqyapti, bunday qilishing. Bunday qilishing yaxshimi? Davay qo'y. Mana shunday tiratsa senga bunday qilishing yaxshi. Mana shunday qilganing yaxshimi? Qaysi biri yaxshi? Baqiring. Ikkinchisi. Yumshamang. Ikkinchisi yaxshi ustoz deng, qattiqroq ayting. Ikkinchisi yaxshi ustoz. Qara, senga kimdir bunday qilsa yaxshimi, bunday qilsa yaxshimi? Asta qilgan. Nega seni asta qilish kerak ular? Senga bosim bergani yaxshi-ku. Uyg'on degani-ku bu. Senga zarba beryapman degani-ku bu. Mana nafasingni ishlat degani-ku bu. O'lik nafasingni, jonsizni. Mana shunday bosim bilan gapirishinglar kerak har biringlar qorinda. Ikkinchisi ustoz deb baqiring, kuchaning qorinda, mana kindikdan pastidan.